Bu qadimdan, ajdodlardan avlodlarga o'tib kelayotgan ko'rinmas tikish texnikasi. Birinchi tikish chokini pastdan boshlang. Ikkinchi chokni birinchisining yoniga qo'ying. Ipni ilgak qilib torting. Ayollar uchun shim, yeng yoki yoqani qisqartirishga juda mos keladi. Eng keng tarqalgan usul bu ko'rinmas tikish texnikasi amaliy va chiroyli. Ilgakni ko'taring, chokni yoniga qo'ying. Oxirida ilgak orqali o'ting. Pastki qismini mahkamlang va torting. Bu barcha elastik matolar uchun mos keladi. Ipni torting, yenglar qisqaradi. Ikkinchidan, agar yoqa katta bo'lsa, tikishni shu tarzda bajaring. Choklarni navbatma-navbat yuqoriga va pastga qiling. Kerakli joygacha tikib boring. So'ng ipni torting, natijada chiroyli naqsh hosil bo'ladi. Juda oson va chiroyli. Uchinchidan, keraksiz paypoqlarni kesib oling va ularni ko'rinmas chok bilan sviter manjetlariga tikib qo'ying. Yenglarni uzaytirish uchun bu kiyimni yana 2-3 yil kiyish imkonini beradi. Orqaga qaytaring, hammasi yangidek bo'ladi.